Alisher Uzoqov nogironlar aravachasiga tushib qolganmi? Bunga nima sabab bo'lgan? Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Aktyor va xonanda Alisher Uzoqov hayotida yuz bergan og'ir sinov, eng katta armoni hamda onasidan biron marta maqtov eshitmagani haqida so'zlab berdi. Aktyor ko'p yillik mehnatidan so'ng davlat mukofoti olishni kutganini tan oldi, biroq sinovli kunida muxlislarining mehri va yordami uning uchun eng yaxshi mukofot ekanini anglab yetganini ta'kidladi. Shu paytgacha baribir san'at sohasining ichida yuribmiz. Ochig'ini tan olib aytaman, menimcha hamma san'atkorlarda ham mukofot olish orzusi bo'ladi. Shular qatori bu istak menda ham bor. Qilgan va qilayotgan mehnatiga munosib baho olish haqiqiy ijodkor uchun juda katta baho deb o'ylayman. Munosiblarini kelgusida xalqi uchun qiladigan ijodida, mehnatida, ishida e'tirof etish kerak deb o'ylayman. Aytmoqchi bo'lganim, shu paytgacha men ham mukofotlanishimni juda qattiq kutdim. Bir oy avval boshimga qattiq sinov kelganida shunaqangi bir vaziyat bo'ldi. Chet safarida mazam qochib qolganida bir hamyurtimiz oldimga kelib mendan hol ahvol so'radi. Samarqandlik yigit ekan, oilasi bilan yurgan ekan. So'ng oilasini kuzatib yuborib, faqat men bilan shug'ullandi. O'sha yerda yotib, balki asl mukofot shuligi haqida o'yladim. Chunki u yigit men suratga tushgan filmlarni ko'rib, katta bo'lgani, yaxshi ko'rib ijodimni kuzatgani haqida juda ko'p gapirdi. Mana shunaqa holatlarni, shu kabi menga nisbatan aytilgan gaplarni avvallari to'g'ri qabul qilmasdim. Hozir maksimal darajada to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Chunki u inson tomonidan turib o'ylab ko'ryapman. Deylik, men har xil holatda bo'lishim mumkin. Kimdir kelib rasmga tushaylik deydi yoki ikki og'iz gaplashgisi keladi. U insonlar ham sizni yaxshi ko'rganidan oldingizga keladi. Samarqandlik hamyurtimiz ham meni hurmat qilishini aytdi. O'shanda o'zimga o'zim, Alisher, shuncha yil kutgan narsang balki aslida shudir, balki shu eng muhimidir dedim. Chunki u inson qiyinchilik vaqtimda juda katta yordam berdi va u holatdan chiqib ketishimga sababchi bo'ldi. Muxlislar e'tirofi ham kerak ekan, deydi aktyor va rejissyor Alisher Uzoqov. Maqtovlarni yomon ko'raman. Meni maqtashgani yaxshi, hattoki sovg'a olishni ham yoqtirmayman. Chunki maqtov insonni faqat buzadi. Maqtovlarga ishonib, o'zligimni yo'qotib qo'ymasligim kerak. Bildiriladigan tanqidlar asosli bo'lsa qabul qilaman. Chunki mana shu sohada ozmi ko'pmi anchadan beri ijod qilib kelyapman. Kimdir fikri o'rinli-yu, kimdir tanqidi o'rinli emas. Ajrata olaman. Lekin hozir hammaning qo'lida mikrofon, hamma fikr bildirish imkoniyatiga ega zamon bo'lib qoldi. Hamma jurnalist suhbat, podkastlar qiladi. Buning uchun ularda kamera, mikrofonlar bor. Ming afsuski, hamma fikr bildirish huquqiga ega bo'lib qolgan. Avvallari bir sohaning egasi o'z yo'nalishidagi bilimlarni noldan o'rgangan. Deylik, oddiy insonlar maqolalar yozmagan, fikrlarni bildirmagan. Ammo hozir ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirish imkoniyati hammada bor. Bu holatni to'xtatib bo'lmaydi, biroq unga qarshi kurashish mumkin, deydi u. Otasizlik tufayli juda tez ulg'aydim. Otam vafot etganida 20 yoshlar bo'lganman. O'sha paytda safarlarda bo'lganim uchun ularni so'nggi manzilga kuzata olmaganman. U paytlar hali texnika bugungidek rivojlanmagan edi. Qo'ng'iroq orqali tez bog'lanishning imkoni yo'q edi. Shuning uchun bu xabarni menga tezlikda yetkazishlari mushkul bo'lgan. O'zim uydagilarga aloqaga chiqqanimda bu haqda xabar topganman, ammo vaqtida yetib kela olmaganman. Hayotdagi bitta armonim shu, boshqa armonim yo'q, deydi aktyor. Taxminan 5 yildan beri adabiyotni yaxshi ko'rib qolganman. Ayniqsa tarixiy adabiyotlarimiz. Rumiyni yaxshi ko'raman, g'azallarni ko'p o'qiyman.
Hammasini to'liq tushunmasam ham har holda tushunishga harakat qilaman. Bir kitobni 4 marta o'qigan bo'lsam, 5-marta o'qisam ham yana boshqatdan tushunishim kerak bo'ladi. Shunaqangi g'azallar borki, ularni tushunish juda qiyin. Ularni tushunish uchun 5-6 tomli eski o'zbek tilining izohli lug'ati kitobi bor. Shu kitobni qayta o'qib chiqqanman. Undagi quloqqa chalinadigan chiroyli so'zlarning har birini qo'lyozma sifatida o'zim uchun yozib chiqqanman. Undan tashqari fors tilining lug'atini ham xuddi shunday qilganman, deydi u. Alisher Uzoqov bir oy avval xorij sayohatida bo'lgan paytida salomatligi bilan bog'liq jiddiy muammoga duch kelgani haqida ma'lum qildi. Yaqinda hayotimda juda qattiq sinov bo'ldi. Bu haqda deyarli hech kim bilgani yo'q. Safarda vatandan uzoqda edim. Sog'lig'im bilan bog'liq muammoga duch keldim. Hatto nogironlar aravachasiga o'tirishimga to'g'ri kelib qoldi. Holatimni deyarli hech kimga aytmagan edim. Lekin baribir sanoqli yaqinlarim qayerdandir eshitib xabar olishdi, deydi Alisher Uzoqov. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni ham unutmang.